Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kontor mahsulotga yasalgan poddomlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Unda biz boshladik. Klientimiz tomonidan mana bu ko'rinishdagi poddomlarimizni zakaz bo'yicha kesib beryapmiz. Klientimiz zakaz qilishgan. Razmerlari 45 ga 85 bo'ladi. Stenasi qalin. Holatlari cho'tki, bemalol shularga blokchilar ishlatsa bo'laveradi. Xudo xolasa 5-6 yil xizmatini qilishadi. Bir donasini 42 ming so'm beryapmiz. Plus ichida ikkita oyog'i bor. 3 ta oyoq qo'yaman degan insonlar uchun albatta kelishtirib beramiz. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Nostanda razmerdagi poddom kerak degan insonlar uchun ham yasab bera olamiz. Masalan, 120 ga 1 metr bo'lsin desangiz albatta telefon qilsangizlar kelishilgan holda qilib beramiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Kanalimizga ba'zi bir xato kamchilik uchun uzr so'rab qolamiz. Kimgadir qiziqqan ma'lumot kerak bo'lsa albatta kommentariylarga yozib qo'ysangizlar, qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Hammaga rahmat.